Assalomu alaykum, mana aziz hamkorlar. Bugun bizga Dinara o'z natijalari bilan bo'lajak liderimiz Dinaraxon o'z arxivlari bilan bo'lishadilar. Marhamat. Assalomu alaykum hamkorlar. Mana bugun ofisimizda sizlarga birinchi yangiligim bilan anaqa qilmoqchiman. Ertalabdan kayfiyatlaringni ko'tarmoqchiman. Kecha yangitdan emirtimni yangilash uchun bordim doktorimga. Xuddi o'sha vrachimga, o'sha kirgan emirtimga kirdim. Men 3-darajali yemirilishda edim. Ular vrachlarim ham ishonmaydi. Emirtidan chiqsak, bu sizga yemirish demaganmiz, balkim adashgandirmiz dedi. Suyagimda yog', namlik, hamma narsa yetarli, даже yog' ko'p dedi-da. Qanaqa yog' ko'payadi dedi. Voy, men olib kelmapa eskimdi dedim. Eskimni tezda tashladim Telegramdan. Ular shokda, nima ichdingiz dedi. Men glikozamin ichaman, mana shu qora sedana bilan. Shu glikozamin meni sevimli dorilarim. Mana shu ikkalasi bilan men zo'r natijaga erishdim. Suyak yemirilgan, qiynalayotganlar bizga murojaat qilinglar. Biz tushuntiramiz qanday ichishni. Menga o'xshab xursand bo'lasizlar. Hali yoshman, tuzalishim kerak deb rosa so'radim Xudodan. Shinalar qo'ydirishni aytdi menga. Men ftiklarga borganman. 3-darajali yemirishga pensiya chiqarasizlar sizlar. Dorilaringizga bo'ladi qana degandi shu paytlarda. Mana u dorilar, ularni pensiyalari sizdan men zo'rman. Menga pensiya kerak emas. Sog'ligim zo'r bo'ldi. Allohga shukr. Mana shu ertak mahsulotlar sababchi mahsulotlarimiz zo'r bo'ldi. Hammalaringga tavsiya qilaman. Sog'ayish uchun harakat qilinglar, o'zlaringga bog'liq. Rahmat.